Assalamu alaikum, musulmonlar to'g'onlar, sizlar men Bazar var to'g'onlar. Bugun 23 mart. Tushdan keyin Rubel ko'rsatmalarini ko'rsatamiz to'g'onlar. Men bo'lib, like bosib, qo'llab turingizlar. Bizning 98% adam like bosib patchatsetga ko'rdi to'g'onlar. Sho'ga ikkili knopkani o'r kelbese kerak. Qiynal qolmasangizlar, like bosib, qo'llab qo'yingizlar to'g'onlar. Biz esa boshladik. Capital Bank dollar 96, satış 99. Rubel 90, alış satış 99 ekan. Capital Bank kecha Kommersiy bank Qirg'iziston 90 dan olib birden satib konkurensiya olib ketdi. Bular bana Aman bankda da 90 dan olib 99 dan satdi degan. 96 dan olib 99 dan dollar satdi ekan. Mana ko'rdingizlar. İslam bankda da 90 dan olib birden satdi deganlar. Dollar 97 dan olib birden satdi degan. Bakay bankda olsa 90'dan alıp 1.30'dan sattı degan do'konlar ular. Do'st Kredi bankda bolsa 90'dan alıp birden sattılar. Mana başarın aygılsa doğru birnalda. Bank Aziyada 90'dan alıp 99'dan sattı ekan. Buna kommersiy bank do'konlar kecha 90'dan alıp birden satdı. Bugün 91'den alıp 99'dan satıp жатат ekan. Dollar 96'dan. Dün elden bari uşul bankda do'konlar.